Assalomu alaykum akalar, tuzingizlar. Bir 2 kun bo'ldi, bitta shogird oldik. Shogird yaxshi ekan, qo'lidan bolgarka ishlatish kelar ekan. Bugun ishlarim zarur bo'lib qolib, shogirdga uni chizib, aniq reshotka qilamiz. 7 o'lchab 1 keskin deb ketsam, bir mahal telefon qilyapti. Usta dedi, ha desam, materialingiz yetmayapti-yu dedi. Nimaga yetmayapti desam, bilmayman, kelib ko'ring dedi. O'sha yo'l dedim. Kelib qarasam, mana bunaqa qilib qo'yibdi-yu. Bu dinozavrlarga qilganmi bilmayman. Ahvolni qaranglar. O'zi biz mana bunaqa reshotka qilishimiz kerak edi. Shunaqa reshotkadan 7 ta qilishimiz kerak edi. Bu bola bittalar qilib qo'yibdi. Qiylanib yurmaylik deb. Mana gullarini ham topganini qaranglar.